Salom, men tupoyman. Ko'p odamlar shunday deydi. PUBG Mobile o'ynaysan, demak sen tupoysan. Fortnite deyla babaji. Babaji. Lekin menga poxu qiziq. Lekin hech kim o'ylamaydi. Bu o'yinda strategiya, tez qaror qabul qilish va stressni boshqarish bor. Masalan, har bir raundda sen xaritani eslab qolasan, dushman harakatini taxmin qilasan, qayerda qancha resurs borligini hisoblaysan. Bu oddiygina tugmalarni bosish emas, bu miyani ishlatish. Yana bir misol, shaxmat o'ynash bilan solishtirsak, kimdir shaxmat o'ynaydi, bu daho degani. PUBG Mobile o'ynaydi, bu degani tupoy degani emas. Get the fuck qiziq paradoks, to'g'rimi? Har ikkisi ham mantiq va strategiya talab qiladi. Faqat vositalar boshqacha. Shuningdek, kimdir stressni yugurish yoki yoga bilan kamaytiradi, kimdir do'stlari bilan suhbatlashadi. Men esa PUBG o'ynayman. Shu bilan miyamni tinchlantiraman. Kun davomida to'plangan charchoqni chiqaraman. Bu ahmoqlik emas. Shunchaki dam olishning boshqa usuli. Yana bir misol, siz kitob o'qib yoki film ko'rib dam olasiz. Men esa o'yinda jang qilib, strategiya qilaman va o'yinni tahlil qilaman. Natija bir xil, miyani tinchlantirish va zavq olish. Shuning uchun PUBG o'ynash bu tupoyni ishi degan narsani miyangizdan chiqarib tashlang. O'yin bu dam olish, stressni boshqarish va qobiliyatni sinash. Tupoylik esa aslida baho qo'yishda o'ylamaslikdir. Xulosa shundaki, PUBG Mobile o'ynayman, ammo aqlliman. Faoliyatimni tushunib, nazorat qilaman. Siz esa xulosa chiqarishdan oldin o'ylang. Haqiqiy tupoy kim?